qiyinchiliklar, musibatlar kelib chiqadi. Bugungi suhbatimizda Alloh subhanahu va taoloning o'zidan yordam so'ragan holimizda hozirgi paytda xalqning ichida ko'payib qolgan ana o'shanday ma'rifatsizlik tufayli yuzaga chiqqan muammolardan biri to'g'risida so'z yuritamiz. Mani qabulimga turli tuman odamlar kelishadi. Kimlardir duo umidida, kimlardir tashakkur umidida, kimlardir yana boshqa ma'noda ko'plar savol so'raydi. Ko'plar shikoyatlar qiladi. Ana shu shikoyat va savollarning ichida omadsizlikdan shikoyat qilayotganlar ko'p. Ishim yurishmay qoldi, qarzga kirib qoldim, bir necha ishni almashtirsam ham hech bola chaqamni boqishga imkon topolmayapman. Boshqalarga aytsam, senga ilm amal qilib qo'ygan, baxshiga bor deyapti, undoq qilyapti, bundoq qilyapti degan shikoyat nihoyatda ko'p. Shikoyatini eshitgandan keyin o'zlariga savol berib, o'zini tutishini so'rab surishtirsangiz, ayni shu ma'rifatsizlik, jaholat, kasb nima ekanligini bilmaslik, turmushni o'tkazish bo'yicha shariat ta'limotlaridan bexabarlik va shunga o'xshagan nuqsonlar kelib chiqadi. Mana shu hozirgi boshlagan mavzuimizni borib taqaladigan joyi kasb, rizq. Rizq masalasi va rizqni kasb qilish masalasiga borib taqaladi. Ana o'sha mavzu bo'yicha dinimizni ta'limotlarini bilganlar, ixlos bilan Allohni o'zidan so'rab harakat qilganlarga, ko'plariga Alloh taolo o'sha rizq ro'zini keng qilib qo'ygan, turmushini barakotli qilib qo'ygan. Bu borada ma'rifatsiz, shariatga amal qilmay, turli ko'chalarga o'zini urganlar yuqorida o'zlarining shikoyatlari kabi qarzga botib, oilasida noxushlik, oila a'zolarini boqolmaydi, nafaqasini bera olmaydi, bir yoqdan qarz, bir yoqdan nafaqa, yana boshqa mushkulotlarga o'ralashib qolgan bo'ladi. Ana o'shalarni demak shariatimiz asosida biz tahlil qilib, o'rganib, shunga astoydil amal qilishga o'tishimiz kerak. Rizq masalasiga kelganda, bizi aqidamizda rizqni Alloh taolo yaratadi, xalq qiladi. Butun mavjudotni rizqini Alloh taolo yaratadi. O'zi yaratgan narsalarini gultoji, o'zining yer yuzidagi o'rinbosari inson zotini rizqini ham Alloh taolo yaratadi. Toshni tagida ko'zga ko'rinmay o'rmalab ketayotgan qumursqa degani chumolining kichkinasi. O'shini rizqini ham Alloh yaratadi. Ikkovini orasidagi nima bo'lsa, hammasini rizqini Alloh yaratgan. Demak, inson o'zimni rizqimni o'zim yarataman desa, u yolg'onchi bo'ladi. Allohga sheriklikni da'vo qilayotgan bo'ladi. Rizqni Alloh yaratadi. Har bir mo'min, musulmon inson shunga sobit aqidada bo'lishi kerak. Mustahkam turishi kerak. Bandani rizqqa tegishli joyi nima? O'sha Alloh yaratib qo'ygan rizqdan kasb qilishni, ya'niki o'ziga atalganini terib olish uchun harakat qilishni kasb deyiladi. Rizqni Allohga bog'liqlik joyi rizq, uni Alloh xalq qiladi. Bandaga tegishli joyi o'sha Alloh yaratib qo'ygan rizqdan o'ziga atalganini terib olish uchun qilgan insonning harakatini kasb deyiladi. Ana, demak, siz bilan bizni bugungi kungi hayotimizda tanovvul qilayotgan nonimiz ham rizq, ichayotgan suvimiz, choyimiz ham rizq, shirin shakar turli ovqatlar ham rizq
va boshqa kiyim-kechagimiz ham rizq. Va hayotimizga ketadigan har bir narsamiz rizq. Buni Alloh yaratib qo'ygan. Siz bilan bizga rizqingni terib ol deb buyruq qilib qo'ygan. Halol rizq talab qilish har bir mo'min musulmonga farzdir. Farz. Halol rizq talab qilish mo'min musulmon uchun farzdir. Hadislarda farzun ba'dal furuzi degan, farzlardan keyingi farzdir. Ulamolar bu gapni tahlil qilib aytishadiki, mana shu 5 farz bor u. Iymon, namoz, ro'za, zakot, hajdan keyingi farz mana shu rizq talab qilish deyiladi. Yana aytishadiki, farzlardan keyin farz deganini yana bir ta'vili bu tugamaydigan farz. Bugungi rizqning talab qilishing farzmidi? Bir uxlab tursang yana talab qilishing kerak, yana farz bo'laveradi. Umrning oxirigacha to'xtamasdan farz bo'laveradi. Mana shu aqida mo'min musulmonlarning har birida sobit bo'lishi kerak. Yana qaytarib ta'kidlab aytamiz, halol rizq nima qilib bo'lsa ham emas. Halol rizq talab qilish mo'min musulmon uchun farzdir. Buni qilmasa gunohkor bo'ladi. Farzni tark qilgan banda sifatida Allohning huzurida osiy bo'ladi. Ana endi o'sha talab qilish yo'lini ham shariat ko'rsatib bergan. Birinchidan halol bo'lsin desa, ikkinchidan demak o'sha halol narsani topish harakating ham shariat ko'rsatmasiga muvofiq bo'lsin. Ishing ham shariat ko'rsatmasiga muvofiq bo'lsin. Ana endi o'sha kasb-kor degan ma'nosi shu. Odamlar rizq topish uchun qandaydir kasbni, hunarni o'rganishlari kerak bo'ladi. Inson insoniy jamiyatda yashaydi. Shu hayotda o'ziga o'xshagan boshqa insonlar bilan muomalada bo'ladi. Bularning muomalasining ko'pi mana shu rizq kasb qilishga bog'liq bo'ladi. Men inson jamiyatining bitta a'zosiman. Uy qurmoqchiman. O'zim qurishni bilmayman. Demak, ustaga ehtiyojim tushadi. Unga borib, menga shuna bir uy qurib beringlar, uy qurmoqchiman, shartnoma tuzaylik deyman. Demak, o'zim yashayotgan jamiyatdagi boshqa bir insonga ehtiyojim tushyapti. Ustalar shundan kasb qilib rizq topib yeydi. Bo'pti deydi. Men nima deydi? Sizni qurilishingizni qilib beraman. Bugungi narx bo'yicha buncha bo'lsa buncha bo'ladi deb shartnoma tuzadi. Ovqat sizdan yoki bizdan, muddati buncha, sifati buncha deb hammasi kelishiladi. Xuddi shu asnoda menga birov kelib, falon ishim bor edi, qilib bering deyishi bo'lsa, men ham o'zimni kasbimga muvofiq ish bo'lsa, shuni qilib berishga o'taman. Demak, insonlar o'zaro bir-birlari bilan kasbini ishga solib muomalada bo'lib, rizq topadi ham, birovni rizqiga sababchi ham bo'ladi. Mana shu muomala go'zal bo'lishi kerak, chiroyli bo'lishi kerak. Ana shu ishlardan bittasi o'zi bilmagan ishni bilaman demaslik kerak. Yaxshi o'rganib, mutaxassis bo'lib, ustozlaridan o'tkazib, ustozlari bolam endi sen ham mana shu kasbni egallading. Bizda o'rganding, necha yil shogird bo'lib yurding yoki o'qiding. Mana qo'lingga shahodating, mana duo senga borib endi o'zing shu kasbni qilaver, yetishib qolding, bola chaqangni boqaver desa, ana shundan keyin qilsin. O'zi bilmagan narsani ham men boplab yuboraman, qoyillatib yuboraman deb aldab odamlarning pulini olishga urinmasin. Hozir ko'pchilik shunaqa. Bir ishchi qidirib borilsa, birinchi hozir eng osoni mana shu ko'chaga Madikor bozorga boriladi. Kim suvoqchi desa hammasi men deydi. Bo'pti, yur, qani desa andavayingiz bormi deydi. O'zini andavasi yo'q. Usta emas. Lekin, aldab birovni borib, chala bila ishini qilib, pulini olib qochmoqchi.
Boshqalari ham shu. Mana shu shaharda katta binolarni men qilib beraman, men shuni o'qib chiqqanman deb buzib qo'yganlar bor. Menga o'zi shaxsan kelib aytdi o'sha muassasani egalari. Bilmabmiz, bu o'shanaqa bilimsiz odam ekan, ancha narsamiz isrof bo'ldi. Qur'oni Karimda o'zing bilmagan narsani bilaman demagin degan. Mo'min odam unaqa qilmaydi, aldamaydi. Ana o'shuna qilib haligi ishim yurishmaydiganlarning ko'pi shu. Bilmagan narsasini bilaman deb borgan birov narsasini buzib qo'yib, u to'lab berasan deydi, qochib yurgan bo'ladi. Ana ma'rifatsizlikni bitta ko'rinishi, boshiga tushgan musibati. Endi bildi, yaxshi mutaxassis. Haqiqatan o'qigan, o'rgangan, shahodati bor, ustozga shogird tushgan, ustozi bo'ldi deb duo qilib bergan. Bo'ldi, yaxshi. Lekin o'sha ishni borib boshlaganda zarracha xiyonat qilmasin. Kasbiga xiyonat qilmasin, ish beruvchini haqqiga xiyonat qilmasin. Chin dildan har bir ishni yetuk me'yoriga yetkazib, risoladagidek qilib ado etishni o'zini muqaddas burchi deb bilsin. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom aytadilar: "Innalloha ta'ala yuhibbu iza amila ahadukum amalan an yutqinahu." Qachon sizlardan biringiz bir ishni qiladigan bo'lsa, Alloh taolo o'sha ishni oxiriga yetkazib go'zal qilishini yaxshi ko'radi deydi. Chala bula qilmasin. Bitirmasdan qochib ketmasin. O'sha qochib ketdimi, o'sha bitta odamni ishini buzganligi yetadi. Hammaga aytadi haligi odam. Falonchini qilsam, manaqa tashab ketdi, sizlar aytayotganlaring, unga ish berib qo'ymalaring deydi, keyin ishim yurishmayapti, omadim kelmayapti deb yuraveradi. O'zi bu yoqdan rasvo qilib qo'ygani o'ylamaydi. Ixlos bilan qilsin. O'sha shartnomaga muvofiq qilsin. Hozir Allohu a'lam, Alloh o'zi biladi, lekin 70% ustaman deganlar hammasi aldamchi. Aytgan kuni kelmaydi, kelsa kech keladi, erta ketadi, ishni yaxshi deb qilmaydi, ish bilmasdan oldin pul so'raydi. Hammasi shunaqa. Shularning ichida o'sha 30%, 40% ustalar bor, haqiqiy ustalik o'zini faxri deb biladi ular. Guruhlari bor, shogirdlari bor, ustozlari bor. Hamma narsani qoyillatib, asbob uskunasini 100% chiroyli qilib qo'ygan. Kelib shartnomani tuzadi, aytgan soatida keladi, ishini boshlaydi, aytgan soatda bitiradi, haqqini olib ketadi. Yana boshqa yoqqa borib ishlaydi. Mana u notavon yuradi. Takasaltang bo'lib, ish ham bitmaydi, uyni egasi xijolat, falon kuni bitirib beraman degan 2 barobar vaqt o'tib ketyapti, u ish bitmaydi, sifati chatoq. Undan keyin unga yana kim ish beradi? Ana omadsizlikni o'ziga o'zi chorlab olyapti. O'ziga o'zi chorlab olyapti. Ana shu jarayonda yana kasbkor qilaman degan inson o'sha qiladigan kasbini o'ziga yuqishini ham o'rgansin. Hozir pul topaman, boy bo'laman degan hammasi biznesmen bo'laman deb uradi. Ishim chatoq bo'ldi, mana uncha qarzga kirib qoldim, umrim bo'yicha ham uzalmasam kerak, bola chaqamni boqolmayapman, u bo'ldi, bu bo'ldi deganlarni ha yaxshi. Otangiz kasbi nima edi? Ha, otam palon ishni qilar edi. Sizga ham o'rgatganmidi? Ha, o'rgatgandi. Nima bola, siz biznesmen bo'laman dedingizmi desangiz, ha deydi. U bunda qarab o'tirsa, savdo tijorat qilayotgan odamlarning ishi yurishyapti. Birovdan eshitdi, palonchi palon yerga borib, mana uncha taxta olib kelgan ekan, bir vagon ustiga muncha qo'yib sotgan ekan, bir oyda $10,000 foyda ko'ribdi desa, mana xuddi shuni qilsam 10,000 ko'raman ekan dedi, ketadi. Taxta qayerda uni bilmaydi. Olib kelish yo'lini bilmaydi. Bozorda sotishni bilmaydi. Ishi rasvo bo'ladi, qarzga olgan puli ham yo'q bo'ladi, taxta ham yo'q, foyda ham yo'q, haligi qarzga olingan pul ham yo'q, omadim kelmayapti deb yuraveradi keyin. Bundan ko'ra o'sha ota kasbini qil. Oz bo'lsa ham sabr qil, qanoat qil. Ko'p topaman deb bir urinishda umr bo'yi to'la olmaydigan qarz bo'lib yurgandan ko'ra, oz bo'lsa ham bola chaqangning oldida qorning to'q, usting but,
uying bor, ibodatingni qilib turibsan, shuni qilib yur. Ana o'sha omad senga. Ko'p odamlarning holati shu. Tijorat bo'ladimi, qandaydir boshqa narsa bo'ladimi, bu ham o'z-o'zidan bo'laveradigan narsa emas. Hozir tijorati ko'p yurishib turgan odamlarni qarasangiz, ota-bobolari tojirlar bo'ladi. Kichkinaligidan ko'rib eshitgan yoki shu ishni o'qishini o'qigan, o'qib shahodat olgan, tushunadi, hisob-kitobni o'rniga qo'yadi. Tijoratni qayerdan qanaqa qilib qilishni biladi. Tijoratchi ham har qanday tijorat qila olmaydi. Misol uchun meva bilan tijorat qilgan odam gazmol sot desang eplay olmaydi. Juda nozik yerlari bor. Oddiy misollarni keltirsa, bittasi bir yerga borsa, mosh sotyapti ekan. O'zini tanish odamni juda qimmatga sotayotganimiz moshni. Yugurib kelibdi-da, bu ham falon yerga, uzoq joyga falonchi mosh olib borgan ekan, buncha foyda ko'ribdi. Deb u yoqdan qilibdi, bu yoqdan qilibdi, bu ham 5-10 qop moshni olib borsa, bozor to'la biz odamlar o'tirganimiz. Hamma bitta odamni ko'rib olib borib olgan, endi odamlar mosh olmayapti yo'lni odamni. Mana bu yil piyoz shunaqa bo'ldi. O'tgan yili piyoz qimmat bo'lgan, piyoz qimmat bo'ldi, hamma ekib olgan piyozni. Yo'q, bunga sal ilmiy yondashish kerak. Aholi qancha, piyozga ajratilgan yer qancha, xo'p, kartoshkaga qancha, bunday maslahatlashib, shu dehqonlar ham o'zlari bir demak odamlarni, bolalarini o'qitib, bozorni o'rgatib, ishni rejalatishni, o'rnatishni yo'lga qo'yish kerak. O'tgan yili piyoz pul bo'libdi, hammamiz piyoz ekamiz deb, hamma piyoz ekib olib, kartoshka yo'q, savzi yo'q. Hamma yo'qni piyoz bosib, ko'chaga tashab, chirib yotibdi hozir piyozlar. Bu ham kasbdagi xato. O'shalar hozir piyozini urug'ini pulini topa olmay qarz bo'lib qolib, hijolat bo'lib yuribdi. Qarasin buni axir. Tavakkaldan bo'lib bo'lmay ko'r-ko'rona harakat qilish mutlaqo mumkin emas. Bu bizning dinimizga to'g'ri kelmaydi. Xo'p, o'sha Alloh rizqini berib turibdimi? Ozmi, ko'pmi? Mana shu rizq berib turgan narsada sobit qadam bo'lish kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning o'zlarining hadislari bor. Agar Alloh subhanahu va taolo sizga bir sohada fath berib yo'l ochsa, o'shani mahkam tuting. Mahkam tuting, hatto o'zi o'zgarguncha ketavering. O'zingizcha tashlab ketmang. Bir ishni boshladingiz, ozmi ko'pmi foyda chiqdi. O'zingizga yetib turibdi, oilangizga yetib turibdi, bo'lib turibdi. Shuni mahkam ishlang. Rasulullohning vasiyatlari shu. Ta'limotlari shu. Bu bo'lib turibdi-yu, falonchiligidan ozlaman, undan ham ko'p qilishim kerak degan gapni qilmaslik kerak. Allohga shukr, shu yetib turibdi. Yana sadoqatli bo'laylik, inshaalloh yaxshi bo'ladi degan gap. Buni qilib, uni qilib o'zini har tarafga ursa, nima? Haligi mashhur maqol bor, ikki kemaning boshini tutaman degan ish chatoq bo'ladi. Nofi radhiyallohu anhu aytadilar, men Shomga, Misrga tijorat yuborar edim. Juda ko'p foyda chiqar edi. Bir Iroqqa ham yuboray deb yubordim, sarmoyam ham chiqmadi. Bo'lmadi. Onamiz Oysha radhiyallohu anhoni oldilariga kirib, onajon, men Shomga, Misrga tijorat yubordim, yaxshi foyda ko'rar edim. Iroqqa ham yuborsam, mana sarmoyam ham chiqmay turibdi desam, bolam, men Rasul akram alayhisolatu vassalomdan eshitganman. Kim bir narsadan foyda topsa, shuni mahkam tutsin, boshqa yoqqa burilmasin deganlar deb aytganlar. O'zini to'ydirib turibdi, Alloh rizq berib turibdi shunda. O'ziga, oilasiga, atrofiga bo'lib turibdi. Yana qayoqqa boradi? Shuni qilish kerak. Men o'sha hali omadim yo'q, mana uncha qarz olib qoldim deganlarga ko'proq sartaroshlarga qaranglar deyman. Sartarosh, namozxon, dindor sartaroshlar nihoyatda yaxshi odamlar bo'lishadi. Ana shu sartaroshlar ustasining duosini olgan bo'ladi. Ko'p sartaroshlar mahkam turishadi bu masalada. Ustozining duosini olgan, ishiga, kasbiga ixlosi bor odamlar shular. Birovni sochini olsa, soqolini olsa, arzimagan pul beriladi, haq.
Lekin shularning oilasi ham bud. Turmushi yaxshi. Nimaga? Kasbiga ixlos qilyapti. Alloh bergan rizqqa qoniqyapti. Nechta sotirashni bilsam, men shunaqa odamlar, to'g'ri, bu qandaydir nimalari bordir. Lekin o'zi halol pok bo'lsa, dinini tutib, shu ishini qilsa bo'lyapti. Desam, haligilar o'ylanib turib, to'g'ri deydi. To'g'ri bo'lsa, sizlar ham shuna qillaring. O'zingizni asli ota kasbingizga qayting. O'zingiz qilib yaxshi bilgan hunaringiz bor ekan, shu hunaringizni qiling. Boshqa yoqqa o'zingizni urib, bir kunda faloncha topaman deganingiz bilan ish bo'lmaydi. Mana boshingizga tushib qolibdi, o'zi yetib qolibdi bu yoqqa deyiladigan gaplar aytiladi. Mana shu holatlarni biz hamma mulohaza qilish kerak. O'rganish kerak. Mana o'tgan yili ijtimoiy odoblar degan kitob chiqdi. O'shunda kasb odobi degan alohida bir bob bor. Shunda ancha narsa kelgan. Odamlarimiz shu narsalarni o'rganishlari kerak, yo'lga qo'yishlari kerak. Ana shunda halidaqa omadsizman, palonman, pistonman deydigan holatlar inshaalloh kamayadi. Eng asosiy narsalardan biri haligi ustoz shogirdlik masalasi. Hamma kasbda ustoz shogird bo'lgan qadimda. Bo'lgan. O'sha shogirdlar ustozini hurmat, ehtiromini joyiga qo'ygan. O'shalarning duosini olib, o'zi yolg'iz ish boshlab, baraka topgan. Hozir birovga shogird tushib, 2-3 marta, 2-3 oyda u narsani o'rganib olsa, 4-oyga men ketamanga tushib qoladi. Ha? Men ishlayapman, ustoz menga o'zidan oz pul beryapti. Uni o'rniga o'zim borib qilsam, ustozinikini ham o'zim olaman, o'zimnikini ham o'zim olaman deydi. Boradi, qiladi, hali o'rganmagan narsasi yana yo'lga chiqsa, ro'parasiga chiqsa, tamom bilmay turaveradi nima qilishini. Ozgina chidab yurganda ustoz buni ham unga o'rgatib qo'yar edi. Uni qilmaydi. Ana kasbning o'ziga yarasha odoblari bor. O'ziga yarasha talablari bor. Eng asosiysi haligi halollik, poklik, birovni aldamaslik. Rasul akram alayhisolatu vasallam man g'ashshana falaysa minna deganlar. Kim bizni aldasa, bizdan emas. Hozir shu kasb qilayotganlar ko'pchilik aldaydi odamlarni. Aldaydi. U tojirmi, ustami, yana boshqa kasb egasimi shu aldashni turli yo'llarini qilishadi. Meva sotayotganlar aldashadi odamlarni. Uzumni bozorga olib chiqishdan oldin bir kun tagiga suv quyib qo'ysa, butun suvni meva ichib oladi. Og'ir bo'ladi. Shuni aldam odamlarni olib borib sotishadi. Uzum 2 kundan keyin pirqi bo'lib qoladi, anaqa yumshoq. Haligi suvni qo'shib pul qilib olishadi. Lekin o'zlariga yuqmaydi. Shu darajagacha borganki odamlar hayvonlarni, qo'ylarni mana u poychasidan yorib, nasosmon puflab shishirib oladi bu. Bu yerni bog'lab qo'yadi. Aldov. Bu harom axir. Kasb egalari ham shu. Qilgan ishini metrini o'lchaydigan bo'lsa, uyning egasi bechora unaqa o'lchashni bilmaydi, aldashadi. Qo'shadi qancha narsani. Yolg'on gapiradi. Unaqa narsalar bo'lmasligi uchun baraka ko'tariladi. Shuning uchun noqulaylik tug'iladi. Mo'min musulmon odam rostgo'y bo'lib, halol pok, sidqidildan mehnat qilib ishlasa, Alloh baraka beradi, xayr beradi. Baraka shuki, u topgan puli million bo'lib, noli ko'payishi emas, o'ziga yuqishi, oilasiga yuqishi, ofiyati bo'lishi, o'zi sog', bola chaqasi sog', hamma yog'i joyida. Ko'pmasi yegani ham bor, kiygani ham bor, yetib turibdi. Bundan katta boylik yo'q. Harom harishni to'plab olgan, molini hisoblab oxiriga yeta olmaydi, o'zi kasal, bolasi chatoq, narkoman bo'lib qolgan, u bo'lgan, bu bo'lgan. Bu ham ko'z o'ngimizda turibdi. Bunga ham qarashimiz kerak. Ana halollik, poklik, rizq Allohdan ekaniga to'la iymon keltirib, Allohning amrini qilyapman deb halol rizq talab qilish, uni isrof qilmaslik, birovga xiyonat qilmaslik kabi rizq odoblarini agar biz yo'lga qo'yadigan bo'lsak,
hamma yoq baraka bo'ladi, Xudo xolasa. Baraka bo'ladi deganimiz haligi ehtimol moli dunyosi toshib qo'ygani joy topa olmaydigan darajada bo'lmasu, lekin o'ziga yuqadi, oilasiga yuqadi, qarindosh urug'lariga yuqadi, o'zi sog' salomat bo'ladi, ibodatini vaqtida qiladi, halol pok, hech narsadan xijolat bo'lmay, Allohning oldiga yorug' yuz bilan borishiga 100% ishonib kunini o'tkazadi. Mana shu haqiqatni biz bilib, shunga urinishimiz kerak. Ana shunda inshaalloh oramizda omadsizman deganlar yo'q bo'ladi. Haliginaka bir-birini aldash yo'qoladi. Hamma halol pok, go'zal va chiroyli yashab boradi. Alloh subhanahu va taolo